Hozir Madeira Tower'daman, dam olish xonasida. Mana shunaqa joy. Tashqarida namoz o'qiy. Tashqarida emas, bu yerda namoz o'qiladi va mana bu joyda tahorat olinadi. Juda ham qulay joy qilingan. Ana endi men bugungi darsimni qisqacha namuna qilib YouTube kanaliga joylab qo'ymoqchiman. Qaysi joyini, bitta joyini umumiy olganda moliyaviy holatni aniqlash. Mana ko'rish mumkin bo'lsa, endi meni hayotim charxpadagi mana bunaqa bo'lyapti. Haqiqatan mana shu qism bilan bu qism meni qiynayapti. Mana shu narsalarni yozganman obdan. Bu maqsadlarni hozir 2031-yilgacha yozdim va anchagina qiynab qo'ydi. O'sha 2031-yilgacha bo'lgan maqsadlarim orasida eng g'ayrioddiysini qiladigan bo'lsam, men ham xuddi shunday qurilish qilmoqchiman. Bunday qurilishlarni nasib qilsa o'zim maqsadlarim sifatida oldim va qaysidir ma'nodaki albatta erishaman, chunki meni Xudo ko'rib turibdi va aynan yaxshi niyat bilan qilayotganligim uchun qo'llaydi degan umiddaman. Bu borada endi birinchi qadamim meni shogird tushish, o'rganish. Albatta shogird tushmasdan imkoni yo'q. Ikkinchi o'rinda o'zimni shaxsiy ko'nikmalarni yana ham rivojlantirish, uchinchi o'rinda endi oldinga maqsadlar qo'ya bilish deb qaradim. Ovozim yaxshi boryaptimi? O'ylaymanki yaxshi boryapti, chunki birinchidan tajriba yo'q, ikkinchidan to'g'ri gapirishni ham bilmayman, uchinchidan montaj qilinmaydi bu video, to'rtinchidan oddiy telefonda olayotganligim uchun menimcha yomon chiqishi mumkin, lekin har bir narsa mana bu joyda doimo qoladi. O'shaning uchun qo'rqmasdan videoga olyapman. O'ylaymanki oldimda turgan to'siqlarni mardonavor tarzda yechib o'taman. Buni YouTube'ga qo'yaman va hech qachon o'chirmayman. O'zimga o'zim mana va'da berib turibman va o'zimni yaxshilash darajamni kuchaytirib boraman degan o'zimga maqsadlar qo'yib oldim.